Assalomu alaykum. 4-testimizni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol 2025-yil. Demak, bahorda tushgan savol. Xo'p, bu yerda ildizli ifoda berilyapti. Ifodani qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, demak, ildizdan chiqaramiz. Masalan, 18 ni 9 ko'paytirilgan 2 deb yozadigan bo'lsak, bilasiz-ki 9 dan 3 chiqib 4 ga ko'payib 12 bo'ladi. Va ildiz ostida 2 qoladi. Plus 8 ni 2 ildiz ostida 2 deymiz. Minus 50 sonni 5 ildiz ostida 2. Mahrajda esa 6 ildiz ostida 2 bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda 9 ildiz ostida 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 6 ildiz ostida 2. Bular qisqaradi. Bu ham qisqarar ekan. Demak, 3 ta qisam 2 bo'lyapti. Ya'ni A javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi ikkinchi savolimiz. Demak, ekub va ekubga doir masala. Xo'p, A, B, C natural sonlar uchun A va B ni ekubi 3 ga, A bilan C ni ekubi 5 ga, B bilan C ni ekubi 8 ga teng bo'lsa, A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Xo'p, demak, A sonini 3n ko'rinishida, B sonini esa 3m ko'rinishda yozamiz. Bu yerda n va m sonlari o'zaro tub bo'ladi, ya'ni ekubi 1 ga teng. Xo'p, endi ikkinchi tenglikdan A sonni qandaydir 5 ko'paytirilgan k, C sonni esa qandaydir 5 ko'paytirilgan t ko'rinishda yozamiz. Bu yerda ham k bilan t sonimiz o'zaro tub. Xo'p, uchinchi tenglikdan, ya'ni B bilan C ni ekubi 8 ekanligidan B teng 8 ko'paytirilgan qandaydir x, C esa 8 ko'paytirilgan y bo'lsin. X va y sonlari o'zaro tub. Xo'p, endi e'tibor bersak, bu yerda A soni 3n bo'lyapti, bu yerda 5k bo'lyapti. Demak, biz eng kichik qiymatni aniqlashimiz uchun n ni 5 ga, k ni 3 ga teng deb olamiz. O'shanda A ning qiymati 15 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi B soni 3m, bu tomonda 8x ga teng bo'lyapti. Demak, m sonini 8 ga, x sonini 3 ga teng deb olamiz. Natijada B ning qiymati 24 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi C soni C 5 t ga teng bo'lyapti va 8 y ga teng bo'lyapti. Bu yerdan t ning qiymatini 8, y ning qiymatini esa 5 ga teng deb olamiz. O'shanda C ning qiymati teng bo'lar ekan. Xo'p, demak 5 deb oladigan bo'lsak, 40 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi bularning yig'indisini aniqlaymiz. Ya'ni A plus B plus C ni topamiz. 15 plus 24 plus 40. Demak, bu 79 ga teng bo'ladi. 79 degan javob bizda B javobda berilgan. Uchinchi savolimiz foizga doir matnli masala. Xo'p, 20% tuzli suvga, demak 20% tuzli suvga 240 litr toza suv qo'shilganda, demak toza suv qo'shyapmiz, tuzsiz suv qo'shyapmiz. Undagi tuzning miqdori 12% bo'ldi. Dastlab tuzli suv necha litr bo'lgan? Xo'p, demak, dastlab x litr bo'ladigan bo'lsa, undagi tuzning miqdori 20% ni tashkil qilgan, ya'ni 0.2 ximiz tuz bo'lgan. Endi bu aralashmaga yana 240 litr toza suv qo'shdik. Natijada tuzning miqdori 12% bo'ldi. Tuzning miqdori 0.2 x ga teng edi. X ga biz yana 240 litr toza suv qo'shdik. O'shanda tuzning miqdori 0.12 x ga teng bo'ldi. Xo'p, bu tenglamani yechamiz endi. 0.2 ximiz teng bo'ladi. 0. Uzr, bu yerda x bo'lmaydi. Bu x ni yozib olmadim. 0.12 x plus, demak 240 ko'paytirilgan 0.12. Xo'p, demak bu yerda 0.108 x bo'ladi. Tomonda 240
ko'paytirilgan 0,12. Ikkala qismini 100 ga ko'paytiramiz. O'shanda 8x'imiz teng bo'ladi 240 ko'paytirilgan 12 ga. Bu bilan bu qisqarsa 30 qoladi. X ni qiymati esa 360 ga teng bo'ladi. Demak 360 degan javob bizda A javobda berilgan. 4-savol. 2024-yil kuzda tushgan savol ekan. Demak, soddalashtirish algebrik ifoda. Buni qanday soddalashtiramiz? Mana bu suratga e'tibor beramiz. Suratda mana bu ifoda berilgan. A minus bu ifoda. Buni ko'paytuvchi ajratishimiz mumkin, ya'ni ikkitaga ajratib olamiz. Bu ilzosida A plus ilzosida B ko'paytirilgan ilzosida A minus ilzosida B ga teng. Natijada bu mahraj bilan qisqaradi va mana bu ayirmaning kubi hosil bo'lar ekan. Keling, o'shani kubga oshiramiz. Xo'p, demak bu teng bo'ladi A ilzosida A minus 3 ko'paytirilgan A ilzosida B plus 3 B ilzosida A minus demak B ilzosida B plus 2 A ilzosida A plus B ilzosida B. Mahrajda esa 3 ilzosida A ni chiqaradigan bo'lsak bizda qolar ekan. Demak A ilzosida A plus B ilzosida B qolar ekan. Demak plus bu yerdan ilzosida A ni chiqaramiz. Ilzosida B minus ilzosida A bo'ladi. Bu yerdan esa ilzosida A ni chiqarsak A minus B qolyapti. Teng. Xo'p, suratda nimalar ketadi? Suratda mana bu ikkalasi 0 bo'lib ketar ekan. Bu ikkalasi o'xshash endi. O'shanda 3 demak 3 ilzosida A ni chiqarish mumkin bu yerda ham. Demak bizda A minus ilzosida A B plus B qolar ekan. Xo'p, mahrajda esa 3 ilzosida A ko'paytirilgan. Demak, mana bu ifodani ko'paytuvchi ajratib yozadigan bo'lsak, ilzosida A plus ilzosida B ko'paytirilgan A minus ilzosida A B plus B qilib yozamiz. Plus bu yerda ilzosida A lar ketadi. Buni ham ko'paytuvchi ajratadigan bo'lsak, ilzosida B minus ilzosida A ilzosida A minus ilzosida B ilzosida A plus ilzosida B. Demak teng. Bu yerda bular qisqardi. Bular ham qisqarib ketdi. Natijada 1 taqsim ilzosida A plus ilzosida B qoldi. Bu ikkalasi qisqaradi, lekin minus 1 qoladi. Shuning uchun minusdan 1 taqsim ilzosida A plus ilzosida B bo'ladi. Bu esa 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda A javob to'g'ri ekan. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 5-savol. 5-savol quyidagicha: quyidagi formulalarga mos to'g'ri javobni aniqlang. Bu yerda A va B sonlari musbat, n esa natural son ekan. Xo'p, birinchi formula darajasiga e'tibor beradigan bo'lsak, tog' son berilgan. Demak, mana bu ikkalasini o'rnini almashtiradigan bo'lsak, albatta minus ishora tashqariga chiqadi. O'shaning uchun bu to'g'ri ifoda. Ikkinchisi noto'g'ri, chunki A ning minus n-chi darajasi bu 1 taqsim A ning n-siga teng, hech qanaqa minus bo'lmaydi. Endi uchinchisi to'g'ri. Demak, 1 to'g'ri, 2 noto'g'ri, 3 to'g'ri degan javob bo'ladi. Bu javob bizda A javobda berilgan. 6-masala. Tenglama ekan, trigonometrik tenglama. Tenglamamizni demak yechishimiz kerak. Va 0,2 pi oralig'idagi butun yechimlari nechta deb savol beryapti. O'shaga javob beramiz. Xo'p, demak, oddiy ikkalasini qo'shamiz sinuslar yig'indisi bo'yicha. 2 sinus 4 pi x plus 2 pi x taqsim 2 kosinus 4 pi x minus 2 pi x taqsim 2 teng 0 ga. 2 sinus
3πx kosinus πx teng 0. Hop, endi ko'paytma bo'lganligi uchun har bir 0 ga tenglab yechamiz. O'shaning uchun sinus 3πx'imiz teng 0, kosinus πx'imiz teng 0. 3πx'imiz teng pn bo'ladi. Bu tomonda px ni qiymati pi taqsim 2 plus pn bo'ladi. Hop, bu yerdan x ni qiymati demak n taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bu yerda n'imiz butun son. Bu yerda ham x teng, demak 1 taqsim 2 plus n bo'ladi. N bu yerda butun son. Hop, bizga 0 u 2 pi oralikdagi butun yechimlar kerak. Demak, bu yerda n o'rniga oldin mana bu narsani bilib olishimiz kerak. 0 u 2 pi. Bu endi taxminan 0 u 6,28 oraliq bo'ladi. Mana shu oralikdagi butun sonlar kerak. Hop, n o'rniga 0 qo'yamiz. O'shanda x ni qiymati 0 ga teng. N o'rniga 3 ni qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati 1 ga teng. N o'rniga demak 6 ni qo'yamiz. X ni qiymati 2 bo'ladi. Xuddi shunday, demak x ni qiymatini 6 gacha aniqlashimiz kerak. Va bu yerda demak 7 ta son chiqadi. 7 ta. Hop, buni yechib o'tirmaymiz, sababi bu yerda butun sonlar yo'q. Shuning uchun demak 7 ta yechimga ega bo'lar ekan. Tenglamamiz. 7-chi. Hop, birinchi va ikkinchi ishchi 9 soatda, birinchi va uchinchi ishchi esa 12 soatda. Ikkinchi, uchinchi ishchi 18 soatda bajaradigan ishni hammasi birgalikda necha soatda bajaradi? Hop, demak, birinchi ishchini x deb olsak, ikkinchisini y, uchinchisini z deb olamiz. Ya'ni birinchi ishchi o'sha ishni x vaqtda, ikkinchisi y vaqtda, uchinchisi z vaqtda bajaradi. Demak, birinchi va ikkinchi ishchi bo'ladigan bo'lsa, 1 taqsim x plus 1 taqsim y teng bo'ladi. Demak, 1 taqsim 9 ga. Ikkinchi tomondan demak, birinchi bilan uchinchi deyapti. Demak, 1 taqsim x plus 1 taqsim z teng bo'ladi 1 taqsim 12 ga. Ikkinchi va uchinchi ishchi 8 soatda. 1 taqsim y plus 1 taqsim z teng 1 taqsim 18 ekan. Uchalasi birgalikda qancha vaqtda deyapti? Qarang, 1 taqsim x plus 1 taqsim y plus 1 taqsim z ko'paytirilgan t teng 1 butunga. Ya'ni bizdan mana bu t vaqtni so'rayapti. O'shaning uchun bizga mana bu yig'inda kerak bo'lganligi uchun bu uchalasini bir-biriga qo'shamiz. O'shanda 2 taqsim x, 2 taqsim y, 2 taqsim z. Bu teng bo'ladi. Demak, uchalasini maxrajini bir xil qilishimiz kerak. O'shaning uchun bunga 4 dan, bunga 3 tadan, bunga esa 2 tadan beramiz. O'shanda 9 taqsim 36 hosil bo'lyapti. Xo'p, bu yerdan 2 ni qos tashqariga chiqaramiz. Demak, 1 taqsim x plus 1 taqsim y plus 1 taqsim z. Bu yerda esa bular ikkalasi qisqarib 1 taqsim 4 qoladi. Endi 4 ni narigi tomonga ko'paytiradigan bo'lsak, o'shanda 1 taqsim x plus 1 taqsim y plus 1 taqsim z ko'paytirilgan. Demak, 8 bo'ladi. Bu esa 1 ga teng. Demak, bizga mana bu t ni qiymatini beradi. Demak, t ni 8 soat ekan. Xo'p, demak 15 darajasida 231 plus 2 ni 16 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Xo'p, demak bu yerda binom usulidan foydalanamiz. 15 sonini biz 16 minus 1 ko'rinishda yozamiz. Plusdan 2. Demak, bu yerda 16 ko'paytirilgan qandaydir a plus endi minus 1 ni darajasida 231 qoladi. Plusdan 2. Demak, 16 ko'paytirilgan a minus 1 plus 2. Bu esa 16 ko'paytirilgan a plus 1 ga teng. Demak, qoldiq 1 ga teng bo'lyapti. 9-savol. Xo'p, bizda a tomonimiz 16 ga teng ekan. Ya'ni to'g'ri to'rtburchakni a tomoni 16 ga teng. D tomoni esa 12 ga teng bo'lyapti.
Bu yerda diagonal o'tkazilgan, asli diagonal ikkita to'g'ri burchak, uchburchak hosil bo'lyapti. Demak, bularni yuzlarini eng katta qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni bu yerda ikkalasi ham aslida bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu a yuziga ega bo'lsa, bu ham a yuziga ega bo'ladi. Va biz uni eng katta qiymatini aniqlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Biz mana bu dl tomonni qandaydir x bilan, md tomonni esa qandaydir y bilan belgilab olamiz. Natijada mana bu yerda uchburchak hosil bo'lyapti. KLC. Mana bu uchburchagimiz hosil bo'lyapti. Bu uchburchakni tomonlari bittasi 12 minus x ga teng bo'lsa, ikkinchisi y ga teng bo'ladi. Va bizda mana shu uchburchagimiz mana bu katta uchburchak bilan o'xshash bo'ladi. O'shani hisobiga y taqsim 16 teng, demak 12 minus x taqsim 12 bo'ladi. Xo'p, demak mos tomonlar nisbatini oldik. Endi bu yerda 16 bilan 12 qisqaradi. Bu yerda demak 3 qoladigan bo'lsa, bu yerda 4 qoladi. Demak 3y imiz teng 48 minus 4x bo'lyapti. Bu yerdan y ni qiymati 48 minus 4x taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Xo'p, bizdan demak mana bu 4 burchagimizni yuzini eng katta qiymatini so'rayapti. Shuning uchun a deb oldik. Endi uni a ni qiymati teng bo'ladi x ko'paytirilgan y ga. Ya'ni bu narsa teng 48x minus 4x kvadrat taqsim 3 ga. Xo'p, endi biz undan hosil olamiz. Ya'ni eng katta qiymatini aniqlash uchun hosil olamiz. Adan hosil oladigan bo'lsak, 48 minus 16x ga teng bo'ladi. Taqsim 3 va uni 0 ga tenglab x ni qiymatini aniqlaydigan bo'lsak, x'imiz, uzr, bu yerda adashdim. Hosil olganda 8x bo'lar ekan. Mahrajda esa 3. Demak 0 ga tenglaymiz. X ni qiymati demak 6 ga teng bo'ladi. X 6 ga teng bo'lsa, y nimaga teng bo'ladi? Y ni qiymati 48 minus 24 taqsim 3, ya'ni 8 ga teng bo'lyapti. Y ni ham qiymatini aniqladik. Xo'p, demak a yuzamiz teng bo'lar ekan, x ko'paygan y, ya'ni 6 ko'paygan 8 edi, bu 48 ga teng. Endi bizdan bunda bunaqa 4 burchakdan ikkita bor. Ya'ni 2a ni qiymati bizda 96 ga teng bo'ladi. Ya'ni B javob to'g'ri bo'ladi. 10-savol. Xo'p, 10-savolga yetib keldik. Bu yerda demak ko'p xat berilgan. Ko'p xatni mana bu 3 xatga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. Xo'p, biz nima qilamiz? Bilamizki, x ni 3-darajasi minus 1, bu x minus 1 ko'paytirilgan x kvadrat plus x plus 1 ga teng. Xo'p, demak mana bu 3 xatimiz mana bu 2 xatning ko'paytuvchisi hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda biz px ko'p xatni x ni kubi minus 1 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlaymiz. Keyin o'sha qoldiqni mana bu kvadrat 3 xatga bo'lamiz. O'shanda qoldiq kelib chiqadi. Buning uchun bezuq teoremasdan foydalanamiz. Ya'ni x ni kubini 1 ga teng deb olib, mana bu darajalarni kubga keltiramiz. O'shanda px'imiz teng bo'ladi. X ni 59-darajasi 57 3 ga bo'linadi. O'shaning uchun x ni 57-chisi ko'paytirilgan x ni kvadrati qilamiz. Minus bunisini esa 3 ko'paytirilgan x ni 42-chisi. 42 ni o'zi 3 ga bo'linar ekan, shuning uchun o'zini yozdik. 4x minus 2. Xo'p, endi buni x ni 3-darajasini 19-darajasi deymiz, ko'paytirilgan x kvadrat minus 3 ko'paytirilgan x ni 3-sini 14-darajasi plus 4x minus 2 deb yozamiz. Va mana bu x kublarni o'rniga endi biz 1 ni qo'yamiz. O'shanda 1 ni 19-darajasi 1 ga teng, 1x kvadrat minus 3 ko'paytirilgan 1 plus 4x minus 2. O'shanda x kvadrat
plus 4x minus 5 ifoda hosil bo'lyapti. Endi bu kvadrat uchxatni mana bu kvadrat uchxatga bo'lamiz. Endi buni ustun shakliga chiqaramiz. X kvadrat plus 4x minus 5 ni bo'lamiz x kvadrat plus x plus 1 ga. Xo'p, demak, 1 dan beradigan bo'lsak, x kvadrat plus x plus 1 bo'ladi. Endi bularni ayiramiz. Demak, bular 0 bo'lib ketadi. Bu yerda 3x minus 6 hosil bo'lyapti. Demak, bu qoldiq bo'ladi. Ya'ni bizda A javob to'g'ri ekan. Xo'p, 11-savol. fx funksiyamiz mana bu ko'rinishda ekan. Buning uchun uning hosilasining ikki nuqtadagi qiymati 540 ga teng bo'lsa, n ning natural qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, demak, berilgan funksiyadan hosil olishimiz kerak. Xo'p, buni hosilasi nimaga teng? Xo'p, demak, hosilasi birinchi bu murakkab funksiya, shuning uchun birinchi argumentdan, ya'ni qaus ichidagi ifodadan hosil olamiz. Bu 3x kvadrat minus 4x plus 1 ga teng. Ko'paytirilgan. Endi darajadan hosil olamiz, ya'ni n oldiga tushadi. X ni kubi minus 2x kvadrat plus x plus 1 ni darajasida n minus 1 bo'ladi. Bu demak fx funksiyamizning hosilasi. Endi unga 2 degan qiymatni beramiz. O'shanda 12 minus 8 plus 1 ko'paytirilgan n 8 minus 8 plus 2 plus 1 darajasida n minus 1 teng bo'ladi. Demak, 540 ga. Xo'p, bu yerda demak 5 ko'paytirilgan n ko'paytirilgan 3 ning darajasida n minus 1 bo'lyapti. Bu esa 540 ga teng. Xo'p, demak, n ko'paytirilgan 3 darajasi n minus 1imiz 108 ga teng bo'lyapti. 108 sonni esa biz tub ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, bu demak 4 ko'paytirilgan 3 ning 3-darajasi bo'ladi. Ya'ni 27 ko'paytirilgan 4 ga teng. Bundan esa n ni qiymatini 4 ekanligini aniqlashimiz mumkin. Demak, bizdan n ni qiymati so'ralgan, u 4 ga teng. Ya'ni D javob to'g'ri bo'ladi. 12-masala. To'rtburchak prizma shaklidagi karton quti ichiga 4 ta bir xil sharsimon bezaklar joylashtirilgan. Bu bezaklar bir-biriga va qutining yon tomoniga tegib turadi. Mana shu joyi muhim. Tegib turadi. Bir-biriga va qutining yon tomonlariga deyapti. Agar to'rtburchak prizmaning hajmi 864 kvadrat birlik bo'lsa, yo'q, kvadrat emas, kub birlik bo'lishi kerak bu yerda. Mana shu so'zni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Kub birlik bo'ladigan bo'lsa, bezakning radiusini aniqlang deyapti. Demak, bir xil shar, 4 ta bir xil sharimiz bu qutining ichida joylashgan. Muhim narsa o'sha narsaki, buning radiuslari, ya'ni sharlarimiz devorlarga va bir-biriga tegib turadi. O'shaning uchun biz mana shu narsani topishimiz kerakki, mana bu radiuslarni o'tkazadigan bo'lsak, mana bu masofamiz bu 4r ga teng bo'ladi. Xuddi shunday bu tomonda ham shu narsa kuzatiladi. Ya'ni bu yerimiz ham radiuslarni topamiz. Mana r, bu yer ham r, bu yer ham radius, bu yer ham radius. Demak, bu yerimiz ham 4r ga teng. Va uni balandligi ham bu yer radius, bu yer radius bo'lganligi uchun mana bu balandligimiz 2r ga teng bo'lyapti. Demak, prizmamizni qirralarini radiusga bog'lab oldik. Endi hajm formulasidan, ya'ni uch o'lchovini ko'paytiramiz. 4r ko'paygan 4r ko'paytirilgan 2r. Bu 864 edi, adashmasam 864. O'shanda 32 radiusni kubi teng 864 bo'lar ekan. Xo'p, demak, r ning kubi teng bo'ladi. 864 ni 32 ga bo'lamiz. Demak, 27 bo'lishi kerak. Radiusimiz esa 3 ga teng bo'ladi.
Ya'ni S javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu yerdagi asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu. Ya'ni radiusni tomonlar bilan bog'lash kerakligi. Xo'p, keyingi 13. Xo'p, demak, Ahmad amaki o'zining to'rtburchak shaklidagi dalasining kvadrat qismida ko'rsatilgandek kungaboqar o'stirdi. Maydonning eni x plus 20 ga, bo'yi esa 2x plus 30 ga teng. Agar maydonning qolgan qismining yuzi 1400 kvadrat metr bo'lsa, butun maydonning perimetrini aniqlang deyapti. Demak, butun maydonning perimetriga demak x ni topishimiz kerak. Xo'p, mana bu kungaboqar egallab turgan maydon x kvadratga teng. Demak, bu yer x kvadrat. Xo'p, biz katta to'rtburchagimizni yuzini aniqlaymiz, ya'ni x plus 20 ga ko'paytiramiz 2x plus 30 ni va undan x kvadratni ayirib tashlasak 1400 hosil bo'ladi. Xo'p, endi bu tenglamani yechamiz. 2x kvadrat plus 30x plus 40x plus 600 minus x kvadrat. X ni kvadrati plus 70x minusdan 800 teng 0 ga. Xo'p, bu yerda demak x bilan sonlarimiz x plus 80 x minus 10 bo'ladi. Teng 0 ga. Demak, bu yerdan x ni 10 ekanligini aniqlaymiz. Xo'p, o'shanda bu tomoni 30 ga teng bo'lsa, bu tomoni 50 ga teng bo'lar ekan. Demak, perimetri 80 160 ga teng bo'ladi. 160 degan javob bizda S javobda berilgan. Keyingi savolimiz funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, demak, birinchidan ildiz ostidagi ifodamiz, ya'ni minus x kvadrat plus 6x plus 16 miz katta teng 0 dan, x minus 1 esa katta 0 dan. Xo'p, minus 1 ga bo'lamiz, x kvadrat minus 6x minus 16 kichik yoki teng 0 dan, x katta 1 dan. Xo'p, x minus 8 x plus 2 kichik yoki teng 0 dan, x katta 1 dan. Birinchisini yechimi tushunarliki, minus 2 dan 8 gacha bo'ladi. Bu esa 1 dan katta deyapti. Demak, mana bu. Xo'p, o'shanda x ni, ya'ni funksiyamiz aniqlanish sohasi 1 dan 8 gacha ekan. Xo'p, endi bu yerdagi butun sonlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8 edi. Demak, bularning yig'indisi 35 ga teng bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob D javob bo'ladi. 15. Rasmdagi ma'lumotlar asosida AY kesmani uzunligini aniqlang deyapti. Ya'ni bizga mana bu x kesma kerak. Buni yechish uchun biz mana bu B va D nuqtalarini tutashtiramiz. Natijada bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Uni demak gipotenuzasi ildiz ostida, buning kvadrati demak 48 ga teng, 2 ni kvadrati 4 ga teng, demak ildiz ostida 52 chiqadi. Endi B nuqtadan D tomonga perpendikulyar, ya'ni trapetsiyamizni balandligini o'tkazamiz. O'shanda bu balandlik x ga teng bo'lib qoladi. Mana bu qismi 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham 5 ga teng. Demak, bu yer 4 ga teng bo'ladi. Endi Pifagor teoremasini yana qo'llaymiz. X ni qiymati ildiz ostida 52 ni kvadrati minus 4 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni 52 minus 16. Bu endi 6 ga teng. Ya'ni S javob to'g'ri bo'ladi. 16-savol. Suv bilan to'ldirilgan silindrda ko'rsatilgandek egilib, suvning bir qismi to'kildi. Shunga ko'ra, silindrda qolgan suv hajmining to'kilgan suv hajmiga nisbatini toping. Xo'p, qancha suv to'kildi? O'sha narsa muhim. Demak,
Mana bu bo'sh qismini hisobga oladigan bo'lsak, mana shu qismi to'kilgan. Demak, uni qandaydir V1 bilan belgilab olamiz. Demak, V1 deymiz. Endi Y nuqtadan silindrning asosiga parallel bo'lgan tekislik o'tkazamiz. Ya'ni mana shu qismi bo'yicha kesamiz. O'shanda silindrimiz ikkita qismga ajralilyapti. Ya'ni ichidagi suv ikkita qismga ajralilyapti. Bu yer endi baribir V1 ga teng, chunki ikkalasi teng bo'ladi bu yerda. Bu yer esa V2 bo'ladi. Xo'p, balandlik orqali aniqlaymiz. Bu yerimiz endi 6 ga teng bo'lyapti. Mana shu nuqtagacha, ya'ni AY'miz 6 ga teng bo'lyapti. BS'miz esa 10 bo'lyapti bizda. Demak, mana bu nuqtadan hisoblasak, bu yer 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi radiusga bog'lashimiz kerak ekan. Hajmlarini aniqlaymiz. Bu yerni R deb oladigan bo'lsak, bu yer ham R ga teng. Ya'ni radius bo'lyapti. V2 ni hisoblaymiz. V2 deganimiz bizda demak pi ko'paytirilgan R kvadrat ko'paytirilgan h. Bizda h'imiz 6 ga teng. Ya'ni 6 pi R kvadrat bo'lar ekan. V1'imiz, V1 deganimiz, ya'ni keling 2 V1 deb olamiz. 2 V1'imiz bizda pi ko'paytirilgan R kvadrat ko'paytirilgan 4. Ya'ni 4 pi R kvadrat bo'lyapti. O'shanda V1 ni hisoblaydigan bo'lsak, 2 pi R kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi biz silindrda qolgan suv hajmini to'kilgan suv hajmiga nisbatan, demak V1 plus V2 ni bo'lishimiz kerak V1 ga. Demak 8 pi R kvadrat mahrajda 2 pi R kvadrat. Demak bular qisqaradigan bo'lsa 4 qolar ekan. Ya'ni A javob to'g'ri bo'ladi.